dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari Bolalikdan asov otni egallab, doim zafar quchgan Temur bobomiz. 12 yoshida taxtni egallab, yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobo. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari. Men Mirzayeva Mohira, Andijon shahar 43-umumta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisiman. Prezidentimiz tomonidan tashkil qilingan Prezident iqtidorli farzandlari milliy dasturiga qabul qilinganman. Andijon viloyatidan 125 ta faol yoshlar qabul qilingan bo'lsa, shu o'quvchilar orasida men ham borman. Bundan tashqari men O'zbekiston bolalar tashkiloti Andijon shahar bosh sardori hamda qizlar iqtidorini aniqlash yo'nalishi bo'yicha Andijon viloyati maslahatchisiman. Men va mening jamoam mahalla sardorlari bilan birgalikda turli xil loyihalarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Men 43-maktabning o'quvchisi ekanligimdan faxrlanaman. Shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay.